Bu Shvetsariya yoki go'zal manzaraga ega bo'lgan Yevropaning qaysidir davlati emas. Bu o'zimizning Surxondaryo. Ko'pchilik Surxondaryo nomini eshitishi bilanoq qaqrab yotgan adirliklar, issiq haroratni ko'z oldiga keltiradi. Ammo uning bag'rida yashil olam yashiringanini hamma ham bilavermaydi. Hatto ba'zan surxondaryoliklarning o'zi ham. Yastangan vodiylar, osmon bilan bo'ylashgan baland tog'lar, sukunatga cho'mgan daralar, keng adirliklar. Buyuklik va viqor ramzi bo'lgan tog'lar ruhingizga balandlik beradi. Ular ming yillardan beri bulutlarga bo'ylashib suhbat quradi. Har bir qoyasida esa tarix nafasi bor. Bu yerda tabiat o'z holicha, sun'iylikdan yiroq, shovqinsiz va sof. Eng ajablanarlisi, bu go'zallikni ko'pincha chet davlatlardan izlaymiz. Shunday ulug'vorlikni o'zida mujassam etgan tabiatga zabon bitmagan. Insondan ziyon ko'rsa-da, u butun qudrati bilan yana chaman yaratishga kirishadi. Tabiatning bizdan yagona iltimosi uni asrashdir. Chunki bunday go'zallik qayta yaratilmaydi. Uni yo'qotish oson, ammo tiklash deyarli imkonsiz. Tabiat in'om etgan barcha ne'mat bizdan keyingi avlodlarga qolishi kerak bo'lgan omonatdir.